Qiyomat kunida odamlar bir-biriga dushman bo'lib qoladi. Alloh taolo al-axillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin dedi. Bir-biriga qalin kirishgan do'stlar qiyomat kunida dushman bo'lib qoladi. Faqatgina taqvodorlar bir-biriga qiyomatda ham do'st bo'ladi dedi Alloh. Biz shuning uchun bu dunyoda ko'zimizni ochishimiz kerak. Agar bu dunyoda topayotgan mol davlatimiz Alloh yo'lida topilsa, marhamat topaylik. Bilaylikki, Alloh yo'lida sarflasak, hech qachon Alloh bizni mol davlatimizni yo'qotib yubormaydi. Va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu dedi Alloh taolo. Nima narsani Alloh uchun sarflasanglar, Alloh o'rnini to'ldirib qo'yadi dedi. Shuning uchun mol davlat ham, farzandlar ham bir kun kelib manfaat bera olmaydi. Faqat kimniki salomatlik qalbi bo'lsa, shugina Allohga manfaat beradi. O'ziga manfaat beradi.